Hey! Zerikib ketdingmi? Asabga o'ynash qalay bo'larkan, janoblari? Ilyos, urushib qoldinglarmi? Mashinani qirmoqchimidingiz? Gelikka nech pul turishini bilasanmi o'zi? Hech qisi yo'q. Mashina topiladi. Lekin bizning muhabbatimiz bolalar bog'chasi. Ey, yosh bola bo'lmagin. Unda o'zing ham o'yiningni tezroq tugat. Ber. Ol. Bor. Sevda haqida hamma ma'lumotlarni o'rgandim. Oddiy kambag'al qiz, onasi esa betob. Qanaqa qilib tanishibdi? Ilyos mashinada urib ketishiga sal qopdi. Keyin nima? Rahmi kelgandan uylanishga qaror qilibdimi? Bilmadim. Menimcha boshqa sabablari ham bor. Bu o'yinda qoidalarni men yarataman. Nimaga ekan? Chunki shu uchun pulingni olasan. Senga o'xshagan boylarni yomon ko'raman. Nega ekan? Chunki senlar hamma narsani pulga sotib olish mumkin deb o'ylaysanlar. Sanlanada jonlaring tayyor bizneslar ochib qo'yishgan. Shunchaki yashab bersanglar bo'ldi. Bizga o'xshagan odamlar sanlarni cho'ntaginglar qapayishi uchun bir oy tinimsiz ishlaymiz. Agar bizdagi odamlar bo'lmaganda, sanlar hayotda boyimasdilaring. Ishchi ishga 5 daqiqa kech qolsa, oyligidan ushlab qolishni bilasanlar. Lekin 1 soat kech ketsa, 1 so'm ham qo'shib bermaysanlar. Hamma deb gapirma. 5 barmoq baravar emas. Sen menga barmog'i gapirma. Hech ertalab 5 dagi quyoshni ko'rganmisan? Yo'q. Ko'rishni ham xohlamayman. Dadam esa har kuni ko'radi. Boylar o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaydi. Boylikning tagida qancha tavakkal, qancha bedor tunlar borligini bilasanmi? 100 ming dollaring bo'lganda nima qilgan bo'larding? Uy olardim. Dadam esa o'zi yashab turgan uyini biznesi uchun sotgan. Balki farqimiz shundadir, Sevda? Tushunmadim. Tushunishing uchun dadamlardek insonlarni aqli kerak. Endi sanlardagi fikrlashimiz kerak-a? Hoy! Xotlanchini olib ket. Yeb qo'y, ko'pchiroq vording, quvvat bo'ladi. Shoh? Aman seni eslamasam, sen meni hayotda eslamaysan. Ixchamde. Kinodan kech kelganimizda oying ikkalamiz ham urishib berganlar esingdami? Yotib qolmabsizlar deganlarichi? Yotib qolmabsanlar-da. Ilyos, sen meni kuzatib yuribsanmi? Kim bu kastimshim? Rahbarim. Turmush o'rtog'iman. Sevda, gaplari rostmi? Ha. Yo'q, tushuntirib beraman, shoh. Yana bitta qoida. Qoidalaringni-chi? Pul kerakmi? O'yin tugaguncha meni begim deysan.